أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. كتاب الحج أشهد كأجم ترتيب ويجه بني الإسلام على 5: شهادة النماز، الصلاة، الزكاة، الصوم والحج. بعد رواية ده صوم أن آخر كأجم بعد الإسلام رواية ده. شو إمام بخاري مو كتاب الحج أول كأجم بولش ممكن. لكن köpünçe rivayette şu hac en ahir kelgen boğaçka ama fıkıh kitaplarda şu tertip koyuşman. Kitab-ül hac, kitab-ül zekâh, as-salâh, as-savm dinkin. Qala ve huve fil lugati al-qasdu ila şey'il muazzam. Hac degan so'zninki arab tilidagi ma'nosi cho'ng bo'ladigan, ulug' bir narsani maqsad qilib berish degan ma'noda. Maktabda al-qasdu ila şey'il muazzam debdi. Lug'at kitoblarda al-qasdu ila şey, yoki birisining qishiga yoki bir yerga takrar berish. Shuni ko'rsatdi. Bundan hozir oldimizda ulug' bir joyga yoki ulug'da qolgan bir shaxsning qishiga yoki bir joyga berishdan iborat. Yana bir qarashda bir joyga yoki bir shaxsning qishiga takrar davomli berib turishdan iborat. Yana bir qarashda shu bir yerga berish. Takrar degan gap yo'q yoki ulug' degan gap yo'q. Maktabda kelgani shu ulug' bir joyga yoki ulug' bir shaxsning qishga berishdan iborat. Qala shoir: yahujjuna sibbaz zibriqanil muza'fara. Sib degani salla va shunga o'xshash narsaga ishlatilgan daka deymiz. Ya'ni biz bu aqraqlıva daka yoki hasa deymiz. Lekin ko'pincha buningda shunda sallaga kelgan bo'g'ishqa salla demoqchi. Zibriqan bu Bani Tamim qabilasidan mashhurlarning birisi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzuriga Amr ibn al-Ahtam bilan kelgan. Mushu Zibriqan haqida Amr ibn al-Ahtam ikki xil gap qilgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inna min al-bayan ila sihra. Ashwa qaldiki, sahoba bo'lib qolsa Az-Zibriqan ibn Badr at-Tamimi deymiz. Zibriqan deb atilishda buni kirishgan kishi o'g'achqa Zibriqan oyning suti o'g'achqa tulun oydek bunda kirishgan kishi deb Zibriqan deb atagan. Lekin asl ismi Al-Husayn ibn Badr at-Tamimi. Al-Muza'fara zapalangan. Zapalanishda siriq rang oldu. Ular bilan qo'shib xushbo'y puruq bo'ldi. Yani aşk kişiler Zibriqanning xushpuroq, ashuna bo'yalgan sallisni ko'zlab berishidi demoqchi. Yani sallisni ko'zlab bordi degani kinoya. Sallisni ko'zlab bormaydi, shu kishini o'zini ko'zlab bordi. Lekin bu yerda sallisni deb iborat ekan. Yani bu sehliqdan yoki shunda esil kishi bo'lganlikdan kishilar davomli Zibriqanning tashrif berib turdi demoqchi. Agar mushu haj degan so'zda takrar berish, davomli berib turish degan ma'no ba'da qarasak, ba'zi tilshunoslar shunda degan. Shunda deb qarasak, har yili kishilar hajga boradigan bo'lg'achqa, har yilda Ka'baga va Arafat, Minalga haj qilishga berib turgan bo'lg'achqa, bu yerda bir takrorlanish mazmuni bor deymiz. Yoki hajga borganlar Arafat chiqqandan keyin Muzdalifa Mina kelib, keyin tavoful ifod uchun yana shu Ka'baga takrar qaytadigan bo'lgan. Yana juda qaytishdan ilgari tavoful vado uchun Ka'baga qaytadigan bo'lgan. Takrorlanish ma'nosi bor. Yoki haj bo'lgandan keyin yana umr qilish uchun qaytadigan bo'lgan. Lekin shu berishni ham ko'rsatdi desak, takrar degan gap bo'lmaydi. Al-hajj yoki al-hajj zirbilan va zirbilan o'qiladi. Qala va fi ash-shar'i qasdu mawdi'in maxsusin va huwa al-bayt.
Şeriatda maxsus bir joyni maqsad qilib berish, maxsus bir joyga berish. Va huval bayt. Bu bo'lsa Baytulloh yoki Ka'ba. Lekin bu yerda bu hajni shu Ka'bani ko'zlab berish degani bir xil asos maqsadni bayon qilgan bo'lishi mumkin. Unda bo'lgan taqdirda hajga borgan kishi Ka'bani namoz Arfat Muzdalifa minarida turishni ko'zlab boradi. Arfat turishmi muhim arkanning birisi. Yani şu beytga mulhaq sanayotganlikdan shu Ka'bani ko'zlab berish deymiz. Bir sifatin maxsusa, maxsus bir sifat bilan degani masalan ihrom bog'lagan holatda labbayk Allohumma deb labbayk talbiya bo'lgan holatda, dunyodan butunlay uzilgan holatda, so'zsida qamishlikni tashlab Allohga tavajjuh qilgan holatda deganda. Fi vaqtin maxsus belgilengen bir vaqtda Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de el-hacc eşhurun ma'lumat hajning vaqti ma'lum oylardan iborat. Yani bir mazhabda Şevval ve Zulqa'da ve Zulhajjning 10 kuni şu eşhurun ma'lumat, yani vaqtul hajj. İmam Şafii 3 oy deyishi mumkin. Shu kunlarda hajga berish boshlanadi emasmi? Hajga berish Şevvaldan tortib boshlanadi. Bunga halite Zulhajja ayda bo'ladi. Yani 8, 9, 10, 11, 12, 13 degandek shu kunlarda. Bisharaita maxsusa. Maxsus shartlar bilan bu shartlardan shartul vujub, shart sihha degandek shartlar bor. Ala ma ya'tika inshaalloh taala. Buni bayon qilib o'tamiz inshaalloh. Yani bu tarif hazır. Yani bir tarifga ehtiyoj var tarif. Af'al maxsusa, bi sharoit maxsusa, bi vaqtin maxsus va bi fi'l maxsus endi. Bundan keyin biz buni unda bir tarif qilsak, haj oylarida Ka'baga berishdan iborat. Qala wa huwa faridatun muhkamatun yakfuru jahiduha. Bu ixtilof bo'lmagan, hech qanday ehtimollik yo'q, aniq bekitilib ketgan farzdir. Hatta İslam'daki 5 turkining birisi. Yakfuru jahiduha. Bunga tanıgan kişi kafir bo'lib ketadi. Ve huwa ahadu arkanil islam. Ayni vaqtda bu İslamning 5 turkining birisi. Sabadat fardiyatuhu bil kitab. Bunun farzligi Qur'on oyatlari bilan isbotlangan. Ve qawluhu Taala وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Bu ayetten farzligi iki tarafdan ma'lum bo'ldi. Birisi alan nas va lillahi alan nas. Ala degan tufidul vujub. Kishilarning gardinda, kishilarning ustiga vojib bo'lib ketdi. Kim uchun? Alloh uchun. Davomlikin buning egisimi bor, gardin yuklanganligi bor. Allah muşunun ilgisi. Muş ibadet Allah için kılındı. Alan nas, yani kişilerin şunu urunuşu vacip demek. Ayetin ahırda وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ayetin ahırı mı? Ecnin farizliğini tekleydi. Yani şu ecnin farizliğini etikat kılmasa, farizlep karamasa kafir diyeyim. Bunun başka ayetlerde mi ispatlanan değişik buldu. Bu şu ayetler olmaz. Mesela etimmu el-hacca vel-umrata lillah. Bu şu farizliğe vacibini bildirdi desek buldu. Ve sünnet hadisler mi ispatlanan. Misalga açsak, hadisin deliller köp. Lakin birer misalga açsak, kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem bunyel islamu ala khamsin. İslam 5 asas üstüge kurulgan degan hadisda şahadatninki namoz, zakat, roza, undan keyin haj deb tilga olgan. Va qawluhu sallallohu alayhi vasallam va hujju bayta robbikum. Parvardigoringlarning baytiga haj qilishga beringlar degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu buyrug'ini farzlikni ko'rsatdi. Bu İmam Ahmad rivayet qilgan, İmam Ahmad Muslimda kelmagan. Lekin boshqa kitoblarda kelganlik. Lekin bu hadisdan bakrak aniq va ochiq bo'lgani Sahih Muslimda Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivayet qilgan bir hadisda
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فانتهوا. مشاهدستا بسيد مسلم رواية الغاندس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا deb aniq farzlig'anida va aniq buyurdi. Hadisdan bundan islom aloqasi bilan mushkinki biz Sahih Muslimda kelgan hadis farzligini aniq isbotlaydi. Va alayhin aqada al-ijma'. Hajning farzligida ijmo' bor. Butun islom ummati ijmo' qilgan. Albatta hajning fazilatlari katta. Hajning fazilati haqida hadislar kelgan. Bir nechini solg'asak Seyyidislardan mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh rivoyat qilgan bir hadisda Su'ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayyul a'mali afdal? فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. Yani hiç kadar ki günah işler veya ki başka şekillengen işler aralashmagan sap ve halis hac imandan ve cihatdan tasar üçüncü orun durdu. Yani Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet qilgan bir hadisda men hacca lillah Allah için hac qilsa bir kishi falam yarfus hajda cheklangan ihramlik holat cheklangan jima va uning munosib ishlarni qilmasa va lam yafsuq günah ma'siyat qilmasa albatta talashtartish jidal qilmasa va la jidala fil hajj deg'o shuni qilmasa raja'a ka yawmi waladathu ummu anasi tuqqan kundagidek begunoh holatga qaytdi demoqchi. Albatta unda bandalarning haqqi buning sirtida yoki biz o'tganda muvattada dedikmi bandalarning haqqi bo'lgan taqdirdami agar Alloh taolo shunda tug'ilma holatga qaytirib deb qolsa shu kishining gadini qilib qolgan bandalarning haqqi bo'lsin yo egalari apu qiladigan qiladi yoki shu haqlarni qaytiradigan hammani rozi qiladigan qiladi desak o'chada bandalarning haqqimi pak yurikudi deyishimiz mumkin. Lekin unda bo'lmagan holda bandalarning haqqi mustasno butun gunohlardan farqlab to'lgan holat kerak bo'ldi deymiz. G'ayrat boshqalarning haqqi. Yana bir hadisda Hazreti Aisha radhiyallohu anha shunday degan: "Ya Rasululloh, naral jihad afdalul amal. Afala nujahid?" Qala la, lakinna afdalul jihad hajjun mabrur. Bunda ekan hajning farzligi va uning fazilati haqida shunday hadislar kelgan. Lekin hajdan maqsad va hajdan qo'l qiladigan foydalar haqidagi hikmat nimadan iborat desak, albatta fuqarolar ibodatni ibada maliya yoki ibada badaniya deb bunda ayiradi. Lekin hajmda ibada maliya va badaniya ayni vaqtda ibada sha'airiya, yani islomning bir shuordek, islomning belgisidek musulmonlar qanday ishlar qildi bo'lsa bular ichida Makkaga berib bunda tavof qildi ishlar bor degan boshqa millatlarni musulmonning bir belgisi sifatida ko'rsatilgan ibodat. Lekin bu safar shuna alohida bir safar. Allohning bayti Masjid-i Haramga yuzlanib mangdigan dunyodagi butun ishlarni, mashg'ulotlarni tashlab, hatto kiyimini silitib, ihrom kapallikdek ihrom bilan Allohning bayti uchun ajjapa, mushaqqat, qiyin xatar, mesela jenini alqına qo'yib berdi. Ayında sizlarga duolar bundan başqa yolda qaraqchilik bo'ladigan o'tirib turishlar bordi. Bundan boshqa qishlar hozir masalan
Addisi ecibadında ağır kıldığı aşın var. Aşında bir fidakarlık kılatıldığın bir ibadet. Allah Teala'nı yakiganda tevhid kılışın bir simvolu olsa, yani bir taraftan Müslümanlarınki birlik, beraberlikinin simvolu. Yani hammasi şu Kabe'ye qarab namoz o'qiydi, shu yerga boradi va shu yerda baravar hech qanday o'ttirda farq yo'q holatda o'xshash bo'lib ibodat qildi. Ihrom kirsa, bu to'liq Alloh taolo uchun bir xil yalang'ishlangan, yani dunyodagi butun mushunda mashg'ulotlardan sug'urilib chiqqandek bir ahvol. Talbiya to'lsa, labbayk Allohumma labbayk. Lavay, tekrar lavay deyish bu Allah Teala'nın bütün emir fermanı ve çağrıklarına lavay deyishdan iborat. Ve aşını ifadeleşten iborat. Men tayya ferman bardarman deb turishdan iborat. Şeytan taşasa, şeytanın vesveselerini rad qiladiganligi, qabul qilmaydiganligi, ondan bezarligining ifodasi. Qurbanlık bozulaş yoki hediye ilib borgan qurbanlıklarni bozulash, ne'mat shukr qilish va har qanday ko'ngil istaydigan, shunda yoqtiradigan narsani butunlay tashlay olmayman deb qurban qilganday. Xuddi Ibrohim alayhisalom o'zining yashinib qolgan chog'da, farzand umid qilgan chog'da, uzun muddatdan keyin farzand ko'rgandan keyin eng yaxshi ko'radigan aşına 10 yaş, 9 yaş yanındaki ayında yaşlar kirgen farzandini birden bir oğlunu bo'g'izla degan emir farmonini ijro qilish uchun o'zi yoqtiradigan, aşında yaxshi ko'radigan bir oğlunu qurbonlik qilishga tayyor bo'lgandek, bizmi aşında bir fidokorlik va qurbon qilish ruhimizni ifodalaydigan bir faoliyatdan iborat. Allah Teala'nın beyti bu ziminde en tunculu dastlabki bina qilingan beyt. Inna awwala beytin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubaraka. İbrahim alayhisalom kim buni qayta bina qilgan. Ba'zi rivoyatlarda shu farishtalar tunculu bina qilgan, Adem alayhisalom bina qilgan, keyin tuzilib ketib, o'rni bilinmagandan keyin İbrahim alayhisalom İsmoil alayhisalom bilan qayta yasag'an va idiyarfa İbrahimul qavaida minal bayt va İsmoil Rabbana taqabbal minna. İbrahim alayhisalom shu Ka'bani bina qilgan chog'da shu chog'dan da adam yo'q, o'shanda bir yaqin jutdak yerlikdan. Shu joylarda tavhid bayrog'ini tiklab, shu yerda davomli o'shanda Alloh taolo yolg'iz ibodat qilinadigan, shirk keltirilmaydigan, tavhidning bayrog'ini turadigan bir joy bo'lsin deb o'shanda Ka'bani bino qilgan. Keyin İbrahim alayhisalom chaqirgan butun avlodlarni va keyingi insonlarni haj qilishga chaqirgan. Va addin finnas bil haj ya'tuka rijalan va ala kulli damir. Yani İbrahim alayhisalomni ilib aytsak, İbrahim alayhisalom jiq ishlarda eng mukammal o'rnak bir zot. Hatta Kur'an-ı Kerim'de inna İbrahim kana umma yani imam, örnek, ülgü desek mi buldu? Yani umma desen bir ümmetiyle tanımında bir zat diye değişkin buldu. Yani bütün bir ümmetine çıkıp ekersek İbrahim Aleyhisselam bulanmaydı diye mazmunumuz buldu. İbrahim Aleyhisselam'ın şu Kâbini bina qilishi, tavhid bayrog'ini shu yerga tiklishi, undan keyin İsmoil Aleyhisselam'ni qurbonlik qilish uchun elib menishi, shaytonninki ularni ozdirishi, shunda amroq balani qurbonlik qilamsan deb u İsmoil Aleyhisselam'ni shunda vasvasa qilib, shunda qilishi, undan keyin tash etish, shular hammasi İbrahim Aleyhisselam'ning qilgan ish izlariga chetishlar. Ve şu fidakarlık, şu kurban beriş ve tuluk Allah Teala'ya boysunuş ve kanda emir farman boz tuluk derhal şekillenmesi icra kılış ruhi ve şu İbrahim Aleyhisselam'ın aşında fidakarlık ve tuluk teslim kılış ruhini ügülüşte ibaret. Safa Marva'da arlıqda katnaş.
Aşı İbrahim Aleyhisselam Hacer anamızını aşı çölde hiç kim yok. Yalnız şuna koyup gitti. Koyup gitken bu Allah buyurdu mu ya bu adetten normal işemez. Allah buyurgan olsa yapılmak ettiğinde Allah buyurup onda bizni zayi kılıp etmeydi da tuluq tevekkül kılıp şu aralıktan su tapılmayı tazı kıstalgan çağda ikki tağının aralıkda yugurib çapkan. Yani nahayete ciddilişip muqigan. Ama Allah Taala tuluq tevekkül kılışdan ibaret. Ve tevekkül kılgan diken Allah Taala mı aşında zemzem etildirip bulak payda qilganligi aşında tuluq tevekkül qilgan insonlarga Allah Taala chiqish yo'li qilganligi. Yani bu imanninki eng yuqori pallasi. Mush ishlanmasa tuluq taslim, tuluq fidokorlik, tuluq tevekkül mushularni o'rgatishdan va ash aqidani bizga mazmun silishdan iborat. Şuna hamda biz şu aqidani o'zlashtirish uchun mushunda bir jafolik, mushunda bir chiqim qiladigan, jihatga o'xshab ketadigan bir safarni bo'lsa, umrda aqalli bo'lsa bir qatim bo'lmasa, ortiq bo'lsin mayli, qilish orqali iymonimizni shuna mustahkamlaydigan bir ish. Lekin bu mustashriq qilingan masalan yoki kofirlarningki musulmonlarning shu Ka'baning atrofida cho'glab shu Ka'baga cho'qindi degan gaplar asos yo'q. Nima uchun desa, islom e'tiqodida agar musulmondan birisi ash Ka'baning peshi yoki Ka'ba yoki ash Ka'baning atrofidagi narsalarni birasi foyda ziyon yetkazadi yoki cho'qinish kallasi kelib qolsa kofir bo'ladi. Islom e'tiqodi shunday. Anu kafirlar İslam e'tiqodini bilmagandan keyin bunda qiyoshda shakli qarab, bu Ka'baga cho'qindi deb bunda deyishim. Arafat maydonida xuddi mash'arga o'xshash hamma insonlar kepan kiyamasa qardan chiqiblar shu mash'arga turgandek hammasi o'xshash holatda endi turdi. Alloh taoloni zikr qilib, Alloh taolaning ismini atab ulug'lab turgan. Ruhi maneviyat tarafdan bu insonning ruhi maneviyatini ko'tarib buni eski-usini yangilaydigan ish, ijtimoiy tarafdan musulmonlarning birligi va barobarligidek cho'ng maqsad nishonlarni qo'lga keltirgan bir ibodat. Hijratning 9-yili ahdi paymonga rioya qilmagan kofirlar bilan butun aloqani uzishga buyurilgan musulmonlar. Ondan keyin qattiqroq muomala qilishga buyurilgan. Kofirlar ahdi paymon qilmagan ekan, butun baroa e'lon qilishga buyurilgan. Hijratning 10-yili Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu islomdan iborat shariat va dinni to'liqlatib dunyodan ketish uchun hajjatul vidoda bir dastur e'lon qilgandek bayonnoma e'lon qilib insonlarning bir-biri bilan bo'lgan munosabati uchun asos prinsipni belgilab qo'ygan. Masalan, hadislarda kelishicha hajjatul vidoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam insonlar hammasi barobar kasnanın müşt. İnsani beraberlik prensibini ta'kidlab, eyyuhan nas inna rabbakum vahid ve abakum vahid la fadla li arabin ala ajami ve la li ajamin ala arabi ve la li abyad ala aswad ve la li ahmar ala aswad illa bit taqva. İkinci nokta bazı hadislerde geçiyor, inna dima'akum ve amwalakum ve a'radakum haramun ka hurmati yawmikum hada fi beledikum hada fi şehrikum hada. Müslümanların qini, jini, mal mülki ve iffat nomusi hammasi xuddi ashu jud Allah'ın harami ve şu aylar Zulhijja oylari ve şu Arafat günüdek aşında o'xshash hurmatga ega. Buni cheqilishga, ta'ruz qilishga bo'lmaydi. Yana bir tema
muomala ishlarida jazoni aniq va keskin harom qilib o'tgan. Ala inna kulla riba fil jahiliyati mawdu'. Hamma bekor qilib o'tdi. Yana ayollarga yaxshi muomala qilishlar. Ala wastawsu bin nisa'i khayra. Yana la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Bu Hajjatul Vidoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam e'lon qilgan prinsip va adab qoidadan iborat. Demak, bu shu hikmat va qaydin qo'l keladigan manfaatlarni azroq bo'lsin bunda tushunib o'tsak, kofirlarning hozir nima uchun shu haj faoliyatini qattiq cheklaydiganligining sababini azroq tushunib olamiz. Qala wa sababu wujubihi al-bayt. Hajning vojib bo'lishining sababi shu Ka'ba, Baytulloh deydi. Li idofatihi ilayhi. Chunki haj baytga mudof bo'lib keladi. Yani shahru Ramazon deganga o'xshash Hajjul Bayt deyiladi. Ya sabab vujudida yani bu haj Alloh taolo vojib qilganlik uchun, farz qilganlik uchun farz vojib. Yani bu yerda bandidan manda bir ish tepilib qolsa, shu bandiga haj farz bo'ldi deganni sababi vujub demakchi. Xuddi masalan sajda tilovatning sababi vujub shu bir musulmonningki sajda oyatini o'qishi yoki anglishi deymiz. Sababi vujub. Lekin sajda oyatini anglagan chog'da yoki o'qigan chog'da sajda tilovat qilishga Alloh taolo buyurgan. Yani vojib bo'lishining sababi Allohning buyurishi deymiz. Lekin yani bandadan bunda bir ish bo'lsa, shu kishiga vojib bo'lgan tarafi demakchi. Masalan, zakatning vojib bo'lishiga mulkin nisob, al-kamil, az-zaid an-al-haj al-asliya dedik masalan. Ro'za tutishda shuhud-i shahr dedik. Ko'pincha ahvolda idof qilinsa, mudof ilayhi sababul vujub bo'ldi. Shahru Ramazon shuhud-i shahr sabab vujub as-sawm deganda. Ko'pincha ahvolda, lekin hamma ahvolda emas. Masalan, li'anning sababi nima desa, sababi vujubul li'an al-qazf biz-zina. Farzand ota-ona nafaqa berishning sababi desa, al-vilada deymiz. Shunga o'xshash. Yaramda al-bayt dedi. Adatan mana shu fiqh kitoblarda aslida bir qoida bo'yicha ma'lum bo'lg'achda buni masalan hukmi farziya vojib va sunnat buning dalili ijmo bormi yo'qmi uni bayon qilish sababul vujub deb undan keyin shartlarni bayon qilgan bo'lg'achda bunda nima bor? ولهذا لا يتكرر sababul vujub shu Ka'ba yoki Baytulloh bo'lg'achda bu hajni takror qilishi kerak emas. Li'annal bayta la yatakarrar. Masalan, Baytulloh shu Ka'ba shu yaramdiki shu Ka'ba shu. Bu Ka'ba masalan u yo'qolib ketdi. Keyin Masjid Aqsoda bir Ka'ba paydo bo'lib qolgan. Bunda bir ish yo'q-ku. Bunda bir ahvol bo'lmagan ekan. Hatta Ka'ba chiqib ketsimi yoki sallat qilib o'rnib tushsimi biz Ka'bani shu ismunul buqa dedik. Shu o'rin qurilish bo'lsin, qara tashqi shu tadbirja qurilish bo'lsin, bo'lmasin shu o'rinni degan ekan. Shu o'rin ashada minilmay turadigan o'rin bo'lgan ekan. Shuna sababul vujub. Ya'ni xudo shu bayt bo'lg'achqa ajr qilamiz deganda. Qala wa yajibu 'ala al-fawr. Oyatda "Lillahi 'alan nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila" dedi. Yani kendi mush oyatni anlagandan keyin, hajning farzligini bilgandan keyin va haj qilish uchun shart-sharoit hozir bo'lgan bo'lsa, shu yil haj qilish kerakmi yoki uning boshlashida oldirmay, keyingi bir fursat bo'lgan chog'da keyinchi bir qilib olaman deb bunda kechib tursin bo'lamdi degan masala. Usul fiqhda
darhol qilishga buyurilgan ibodatlar qilsa darhol qilish vojib. Aldirmay qilsangiz bo'ldi degan ibodatlar qilsa aldirmay qilsa bo'ladi. Lekin siz qiling yoki aldirmay qiling deb hech qanday bir nima kelmasa, mushun ado qil degandek bir buyruq bilan bo'lib qolsa, hech qanday qarin yo'q. Bu darhol qilishni bildiramdi, yo aldirmay qilsin bo'ldi deganni bildiramdi deganda ulamoning o'rtasida ixtilof bor. Mushuningdimi ulamolar ixtiloflashgan. Alal fawr deganlar, ya'ni shart-sharoit hozir bo'lgandan keyin shu yil haj qilishing lozim. Agar shu yil haj qilmay, yana bir yil kechiktirib olsang, gunohga bo'lsa belg'alib. Yani bu mazhabda İmam Abu Yusuf'un qarshi. Bu İmam Abu Hanifa'dan kelgan ish bu qarashning eng sahihroq shu. Yani bu mazhabning o'z qarashi hisob. İmam Malikning qarashi shu, İmam Ahmadning qarashi shu, Shafiy mazhabining ba'zi ulamoning qarashi shu. Yani jumhur ulamoning qarashi shu. Alal fawr degan. Yani mushjil masalan bizning shart-sharoitimiz to'liq bo'ldi. Hajga boraylik, bora olmaymiz. İqtisodiy jihatdan bo'lsin, tan salomatlik jihatdan bo'lsin, viza uchun ham jihatdan bora oladigan turliq mushjil bo'lsa gunohga bo'lgan. Kechiktirganlikdan. Hatto bu qarashda bunda kechiktirgan ahvolda gunohga bo'lishlar qilmaydi, fasqlik kirdi shunlar. Fasq bo'ldi degandan keyin buning guvohligi qabul qilmaydi bo'ladi. Manda eg'ir. Cumhurning qarashi mushkuloq. Hanafi mazhabda İmam Muhammadning qarashi va İmam Shafiyning va Avza'ning qarashi vojib ala tarafi. Lekin bulma aldirab birroq qililish afzal deb qaraydi. Lekin kechiktirsa gunohga bo'lmaydi. Fasqmi bo'lmaydi kechiktirishdan. Faqat lamanda İmam Muhammad shu yili qilmay, yana tövbe yili qilmay, 10 yil ichida qilmay bunda 15 yil o'tkazsa, undan bu fasq bo'ldi deyish mumkin. Lekin umrining oxir qadar bir qatim qilsa, ummaylarning qarashida gadindan saqit bo'ldi, u gunohga bo'lmay unda keladi. Gunoh ko'tarilib ketadi. Agar hech qilmay o'lib ketsa, imkoniyati bor. Hech qilmay o'lib ketsa, hammalarning nazarida gunohga bo'ldi. Jumhurning qarashida masalan, shu bir yili imkoniyati bo'libdi, shu yili ayni ado qilmay, yo shu yili o'lib ketsin, yoki keyin 20 yil umr ko'rib, 20 yil bormaydigan bo'lib o'lib ketsimi, gunohga bo'ldi. İmam Muhammadning va İmam Shafiyning qarashida kechiktirib keyin qilaman deb, qilaman deb qilama o'lib ketib qolsa, shu o'lib ketgan chaqda andin gunohga bo'ldi. Lekin kechiktirishlar gunohga olmaydi. Jumhurning dalili al-hajj ashhurun ma'lumat. Haj mushu ma'lum oylarda qilgan ibodatini mushu oyda qilaveran degandan iborat. İmam Muhammad va Shafiychi qanday dalil keltirgan? İmam Muhammad bilan İmam Shafiy haj masalan qachon farz bo'lganligida ba'zi ixtiloflar bo'lsin, 9-yili farz qilingan desak, 9-yili Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi hajga bormagan. Abu Bakrni avatgan, ki 10-yili o'zi borgan. Rasululloh o'zi bormagan, baralaytdi. Bormaganligi kechiktirsa bo'lganligining isboti. Lekin jumhur ular qarta javob berib, boshqa kishilar o'zining qachon o'lib ketishini bilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dinni to'liq yetkazib, haj manosiklarini to'liq yetkazib, undan o'lib ketganligini bilibdi. Yani hajni cho'qim qilganligini bilibdi. Bu bir. Yani boshqa insonlardan farqi shu dedi. Yana birisi mushriklar Ka'baning atrofida yalang'och tavof qildi. Shu chaqda mushriklarga o'xshash bordigan, mushriklik shakliga vaq. Mushriklarga o'xshash berib, aytib qilgan chaqlar musulmonlar bordi emas. 9-yil shunda bordi, Abu Bakr bordi, boshqa mushriklar bordi. Lekin shu chaqda e'lon qildi, bundan keyin la yahujju ba'da al-'am mushrik va la yatufu bil bayti riyan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ka'baning atrofi tavof va shu haj faoliyatlarida mushriklar
to'liq tozalab ketgandan keyin undan keyin berib haj qilishga to'g'rilgan va yalang'ochlikda qilgan ishlarni yo'qolgandan keyin undan berish to'g'rilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa kishilarga o'xshash emas. Rasulullohning haj qilish uchun shunday shart-sharoit hozirlangancha undan bo'lgan. 9-yilda bu sharoitlar hozirlanmagan bo'lg'achqa bir yil shuni tozalagan. Cumhurning qarshi shu kuchli. Shunda bu Cumhurning qarshi bo'yishini qilsa, qachon imkoniyat bo'lsa, darhol berib olishi lozim. Uning ustiga haj jihodga o'xshash shunda jafo mushaqqatlik hayotini xalq uchirgandan bu yil necha ming odam o'lib ketdi. Kabul o'ldi, Minor o'ldi, deslik edilgan, shunda og'rib qoldigan, shunda bir jafoliq bir bo'lgan ekan, buni yosh vaqtida tan salomat, kuch bor vaqtida qilib kerak. Bu yashin qolgan chog'da mushkul o'tdi. Baqizlik edi. Malayziya, mesela Indoneziya, Matrapning odamlari hammasi yosh qildi. Ba'zan to'yliq shart qilgan ishlar bor ekan. Turkiyadan qirg'an chog'da qilish lozim degandek bir e'tiqod bor. Qirg'an qilgan. Xuddi yosh holatda hech qisi bo'lmaydi deydi. Hech ko'rmas bo'lsan yosh tursan degandek bir hayron qolgan bir ish. قال ويجب على الفور قال صلى الله عليه وسلم من ملك زادا يبلغه إلى بيت الله تعالى ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. Bu bir tahdid endi. Xuddi bu musulmon dunyodan ketmaydi, imkoniyati bor turib, hech qilmasa, oqibati chataq degandek. Lekin bu hadis ojiz. وعن أبي حنيفة رحمه الله ما يدل عليه. إمام أبو حنيفة دمّا مشنغ دلالة قلدغان مزمون كاغان. يعني على الفور دمكتي أبو حنيفة مدتك. أبو حنيفة دين شخل قرش كاغان. شخل قرش كاغان دكان أبو حنيفة نزاد قرش قيسدو دكتن قام بوسا. لكن فور ديان طرفه إغرواسدغان مشندا باي الله كاغان. مثلا فإنه قال من كان عنده ما يحج به ويريد التزوج يبدأ بالحج. haj qila oladigan bir iqtisod bor, moddiy imkoniyati bor. Yana bir tarafdan to'y qilish niyati bor. Qaysini boshqa qilib oldi bo'lsa, hajni boshqa qilib olsa. Ya'ni bu al-aham, eng muhimdan boshlaymiz deganda. Yani bu farz gardini saqlashimiz bo'lmaydi. Undan keyin qaytib kelganki imkon bo'lsa to'y qiladi. Va li anna al-mauta fi as-sanati ghayru nadir. Nadir emas, yani bir yil o'lib ketishi ba'is demakchi. Ya'ni o'lim bor. Shuna tez qilishga oldiran. Bixilaf vaqt salat. Lekin namoz vaqti buni o'xshamaydi, farqlar. Fa innal mauta fihi nadir. Chunki shu bir namoz vaqti ichida darhol o'lib ketishi bir yilga nisbatan ehtimoli oz bo'ldi. Lekin unda ikkisining yana bir farqi bor. Namozning vaqti vajib muvassa. Vajib muvassa degan ma'lum bir doirada halat tarafi deganda ko'rsin. Masalan, peshin bilan asrning oraliqida 3 soat bor desak, 3 soatning 1 soatda o'qisin, 2 soat o'qisin, 3 soat o'qisin bo'ldi. Lekin hech shunday emas. Yani ashhurun ma'lumat yilda shu bir vaqtda qiladigan ish. Yaqin kelar oyda qilma, ya bir oydan keyin qilaydi degan shu. Muharramda qilib olmaydi uni. Islomda bu tarafdan biroz vajib mudayyiq doirasi kirib qoldi. Shavvoldan boshlaydi. Shavvoldan tartib boshlaydi. Unda ilgari haj qilaman deb bo'lmaydi. Yani umra qilaman deb bo'lishi mumkin. Haj qilaman deb bo'lish qachondan Shavvoldan tartib boshlaydi. Lekin bu balki burun chaqlida bizning yurtdan hajga bo'lsa 6 oy berib 6 oyda qaytib kelamishgan. Tuga qechiyil bilan o'qigan chaq. Kashmirga chiqib, Kashmirdan Hindiston, Pokistonga chiqib, u yerdan Paraqutga o'tirib Shor daryo bilan jiddiga tushib, Shor daryo degan qaysi desam o'sha Qizildan ekan. Shu tuzda qo'ygan ekan. Karachiga kelib, Karachidan kiyimga o'tirib, Paraqutga o'tirib,
Anda Yemen ayınlar ciddi güçlüden. Ya ki ayadın imarattayken mesela Dubai'de gelip düşüp, uyadın yana Kurallat'ın uzun seferine başlayan gibi. Aşında bana peyzgi böyle peyzgi birinci ötep gitmiş. وَلِهَذَا كَانَ التَّعْجِيلُ أَفْضَلَ إِجْمَاعًا. Şuna hemmelerinin nazırda yani alat tarahi diyelim o bir kılağının yakşı edip evzillikide hiç kadar ihtilaf yok. Bundan iken bu nimini köstü olursa alal for deyişte yana nas delillerden başka el-ihtiyat diyen bir noktam var. O ahvat demiş. Kâle ve huve faridatul umr. Hac ömürde bir kadın kıldığın farz ibadet. Ömürlük farz. Ve la yecibu illa marratan vahide. Fakat bir kadın kılış farz vacip. İkinci, üçüncü kadın bolsa o nefli hesabıda. Fakat nezir kıyan bolsa vacip kılıp gitişi o özünün vacip kılıp ağırlığı. Lekin Allah Teala vacipliğini ömürde bir kadın. Bunun da icma var. Ömürde bir kadın vacip ikenligide. İmam Nevevi rahimahullah dedi ve ecma'atul umma ala ennel hacca la yecibu fil umri illa marratan vahide bi asl şer'a. İmam İbn Kudame el-Mughni'nin kitabında bu şunda icma'nı nakl kılgan. Bunun delili icma olan billah lima ruya ennehu lemma nazala kavluhu ta'ala ve lillahi alen nasi haccul beyt. قال رجل يا رسول الله أفي كل عام biz bayatda okuğanlar şu hadis var o şu hadisten başka bir varyantı var Sahih Müslim'deki şu hadisten yani bir varyantı bunun da أفي كل عام her yıl mı deb sordu her yıl bir kadın kılış gerek mi deb قال لا بل مرة واحدة ما varyantını ekilişte ma da la bel مرة واحدة إنك nas lan kaygaçka amışını ziyaden tep ekegen. Merve vahide diyenken bu ömürde bir katın farz olduğunu nasıl okudu? Lekin hadiste fesakete dedik ama hatta qalaha thalathan. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Law qultu na'am lawajabat ve lama istata'tum." Hada qasamu her yıl vacip kılıp ketip kaldı. Diyenken bunun meşkut anhum. Ya ha ya ya deyen gap yok. Anda koyup koygan. Yani bu hadisine ekilişi merre vahide enik boğaçka da ekildi. Yani bazı deyişi mümkün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özü bir katım açıkıgan. Bir katım açıkıgan şu farz diğerliğin köstülüğü deyişi mümkün. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan keyin tüyep etti. 9. yılda farz kılıngan bolsa mesela biz bayan kılgan sebepler tüpeyli'den şu yılda ezgi bağmay Mekke'nin tazılap, o şeraiti hazırlap ondan keyin bağım bolsun baden ondan keyin tüyep ketti. Ondan keyin yaşagan bolsa çıkıtın verişi mümkün deyilişi mümkün. Lekin onu başında dep bakıptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkıtım kılgan bir katından çıkıtım ömürde bir katından çıkıtım hadis var Resulullah bir katım açıkıgan, dört katım ömür kılgandır. Bi'sadin keyin bir katım açıkıgan. Peygamber bular kelgenden keyin. Lekin peygamber bular ilgari açıkıgan. Ana şu Araplarda açıkılış battı. Hatta mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bular Filistin ilgari bir kişinin rivayetinde cahiliyet vaxtida men tugam bitmo kechib qolib tugamni izlab riyodni kasam Rasululloh shu Arfatda va Quraysh tumaydigan bir riyod tug'ini ko'rgan. Asli bu Qurayshlar qanday qilgan? Qurayshlar biz ahlulloh, ahlul haram. Biz bu haram doirasidan va hil doirasiga chiqib, u boshqa yerga chiqib muqimsaqim biz shunda ulug' joyda deb anda haram doirasidan sirtqa chiqib tumaydigan da bo'lgan bu. Lekin boshqa arablar o'qisa shu turgan joyda turgan Mekkeliklar chiqmay turgan bunda bir ahvol bo'lgan ekan, turgan joy o'xshash emasdi. Lekin Rasululloh payg'ambar bo'lishdan ilgarimi to'g'ri yerda turgan. Ya'ni shu asli qoida bo'yicha turgan. Mekke müşriklari o'zini alohida sanab biz chiqmasak bo'ldi deb mayanda turib olgan chog'da Rasululloh shu
to'g'ri joyda tug'an. Shunga bu kishi tugish ketib olib, jiyadimizda kelsa Rasulullohning kurashlikli tug'maydigan joyda tug'anligini bir bayram qilgan. Shunday rivoyat bor. Bundan Rasululloh burun nisbatan haj qilgan. Qurayshni haj qildiga, boshqa Arabni haj qildi. Lekin payg'ambarga kelgandan keyin faqat bir qatim haj qilgan. Ya'ni haj farz bo'lib, shu shariat farz deb belgilangandan keyin bir qatim haj qilgan. U bo'lsa-mu hajjatul vada. Burun İbrahim alayhisolamning diyonatidan qalduq ibodati bor. Tavob qildi masalan, mushriga tavob qildi. Mesela o'zining qarshida savoblik ish yoki bunda bizning odatimizni ibodatimizda qildi. Lekin yilda bir qatim deb qilamdi-mi yoki xalqancha qilamdi Alloh alam. Lekin shunday ibodat butun arablar haj qildi emasmi? Haj kelgan chog'da shu bazalar qaynab ketdi. Okaz yandek bazalar. Şu siqaya mesela. Ajatun siqayatul haj. Shunda siqaya ishlar bordi Banul Abbasda. Müşahidesine merra vahida degan nima bo'g'ash bilan mushayga kelib qo'ydi. Shunday rasul lekin endi demagan. Odamda qancha qatim qilarsan shariat yaxshi degandek uni to'smaymiz bu. Hadisning oxirida shuni ko'rsatdi. Zaruni ma taraktukum فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم. فلا تقولوا الله şükrettim başkatım bozman. Ne için ise bu aşında imanını yanılaydıgan, aşında bir ruhunu yaşatılgan bir ibadet olacaklar. Ki hazırımdı. Adamın cıktığını aşında sizi tutmağını, size perizleyiciye baraycısa santoşup gidip farzlarni ado qilinmaydigan nurg'un musulmonlar bor bir ahvolda 3-qatim 4-qatim bardiganlar sal tutirishi lozim. Faqat berib boqmoqlar, beraverish uchun. Hajda umrda bir qatam dedi shunama, lekin umrcho ronda ixtilofqa. Hajda ijmo bor. Umrda ixtilofqa. Maliki mazhab va Hanafi mazhabining ko'pchiligi umrda bir qatam sunnat muakkada deb qaraydi. Hanifiylardan ba'zilari umrda bir qatim vojib deb qaraydi. Shafiy mazhab va Hanbali mazhab umrda bir qatim farz deb qaraydi. İmam Ahmadning yana bir ayrim qarashi Makkalikka umra qilish vojib emas deb qaraydi. Shafiy mazhabining ba'zi ulamolari farz kifoya degan qarashim bor. Yani baytni davomli yil bo'yi gullantirib, avatlaştırıp, üzülüp tanımay ziyaretçileri ziyaret turuşu farz-ı kifaye de paraydı. Yıl boyu. Eğer mesela bir sotki dedi, ya 5 saat fakat tavakkülga adam yok. Tım tasa kâbında kurup lan kapkasyon. Bu Şafii mezhebi bazı ulmanın nazarında bütün İslam ümmeti günahkarlık oldu. Bu az bir kısım ulmanın karşı. قال ولأن السبب هو البيت ولا يتكرر. سبب الوجودنا لذلك بيت الله ردوق بيت الله ya biyada yaki yani Beytullah yani birisi şu orunda ya başka orunda payda olup kıldıraş bulmagan iken şu beytni hac qilsa bo'ldi tugdi deydi. Ve ala zalikel icma' biz icmani bayatdan İmam Nawawi ve İbn Qudama'nın naqllar orqali bayon qilib buldik. Şu hajninki umrda bir qatam farzligini bildirgan kitobda kelgan hadisdan sahiyrak kitobda kelgani ojiz desak ondan boshqa sahih hadis bor. Hashiya qarasanlar va fil bab ma yuqawwi anna al-hajj faridat al-umr ma akhrajahu Ahmad fi musnadih an Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa huwa hadithun sahihun. Buna Şeyh Albani sayedigan ve lafzuhu khatabana yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faqala ya eyyuhan nas kutiba aleykumul hajj qala faqama al-Aqra' ibn Habis faqala fi kulli amin ya Resulallah qala law qultuha lawajabat wa law wajabat lam ta'malu biha aw lam tastati'u an ta'malu biha al-hajj marra faman zada fahuwa tatawwu'. Bumu bir qatam farz bo'lganligi nas darajalik dalil lekin kitobda kelgandan sahih kitobda ojiz mishaychi bo'lsin. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.